Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 3-aprel 2025-yil 6 gektarlik gidroponik issiqxonamizga Syngenta kompaniyasining Komodo tamaduragaylari ekilgan. Bugungi kungi holati: mevalari yirik, qizil, hosili yuqori, hosildorligi. Mana kipriklari ham juda chiroyli, mevasi juda qattiq. Eksportga bemalol uzoq masofaga tashishga ham chidamli. Noyabr oyida ekilgan bu pomidorlarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Sizlarga ham shu gibridlarni ekishinglarni tavsiya berib qolamiz.